Assalomu alaykum. Xotir saytimizning muhtaram muxlislari. Sizlar bilan didorlashtirganimdan xursandman. Bugun men mamnuniyat bilan shuni sizlarga aytib o'tmoqchimanki, 2 yildan beri qalam tavtib yozayotgan kitobimni, ya'ni 1966-yili Toshkentda O'zbekiston radiosi tashkil qilingan Uyg'ur ansamblining faoliyatiga bag'ishlangan Muqamlar zavqidan topdim saodat degan kitobimni yozib tugatdim va uni nashriyotga topshirdim. Yaqinda qo'linglarga tegdi. Endi bu kitobni yozishga menda nima turtki bo'ldi, nima sabab bo'ldi? Bu kitobni aslida fikr Akram Hoshimovdan chiqqan. Toshkent davlat konservatoriyasining professori, kompozitor va bir necha yillar Uyg'ur madaniyat markaziga raislik qilgan Akram Hoshimov bir kuni shunday fikrni aytdi. Mana shu 55 yilga bag'ishlab ansamblning bir ish qilsak, masalan hujjatli filmni bir nima qilsak degan bir fikrni aytgankin, bu hammamizga yoqdi. Biz qo'llab-quvvatladik va yordam berib bir-birimizga shu ishni amalga oshirishga harakat qildik. Lekin hali bir narsani qo'lga olib nima qilmagandik, ish boshlamagandik. Birdan Akram Hoshimovning umri qisqa ekan, kasalga chalinib qoldi va ko'p o'tmay olamdan o'tib qoldi. Shuning bilan bu ish bir 2 yil orqaga surilib ketdi. Lekin bu yaxshi va muqaddas ish ekanligini his qilib, biz shu ishni boshqarganlar, ya'ni Odiljon Turahmetov, Rayhon Hashimova, men va Farida bir nechamiz yig'ilib bu ishni qilishimiz kerak, amalga oshirishimiz kerak degan fikrga keldikda, hammamiz o'zimizning vazifamizni tanlab oldik. Shu vaqtda menga hujjatli film qilmoqchi edik. Ssenariysini yozish vazifasi tushdi. Mening ko'rish qobiliyatim borgan sari pasayib ketayotgan bu paytda bu ishni qila olmaymanmi, hududdan chiqa olmaymanmi deb ko'pni o'yladim. Lekin qilishim kerak edi. Shuni qilishim kerak edi. U mening vazifam edi. Chunki bu ansamblni mendan yaxshiroq biladigan biror inson yoki yozadigan biror inson qolmagan. Ko'pchilik odamdan o'tib ketgan edi. Hatto ansambl a'zolaridan faqat birgina Rayhon Hashimova qolgan hammasi rahmatli bo'lib ketgan edi. Shuning uchun bu ishni qo'limga olishga qaror qildim. Ham buni Uyg'ur xalqi oldidagi mening burchim deb o'yladim. Chunki men o'zim o'zbekman. Uyg'ur diyorida o'sdim, Uyg'ur diyorida o'qidim, oliy ma'lumotli bo'ldim. Uyg'ur diyori meni shoir qildi. Birinchi ilhomni Uyg'ur diyori berdi. Lekin ularga bir kun ham xizmat qilolmay O'zbekistonga ko'chib chiqdik. Shuning uchun har doim Uyg'ur xalqi oldida o'zimni qazdor deb his qildim. Va ana shuning uchun men bu kitobni yozishni o'zimga qattiq talab qilib qo'ydim. Va birinchi bismillah deb qo'limga qalam olib yozishga o'tirganimda ko'z oldimga O'zbekiston xalq artisti Abdurim Ahmad keldi. Demak, birinchi bo'lib Abdurim Ahmaddan yozishim kerak ekan dedim. Va ularning hayotiga qancha cho'nqur kirib bordi ekanman. Ba'zida xushhal bo'ldim, ba'zida ko'zimga yosh keldi, ba'zida g'alabalaridan mamnun bo'ldim. İşte shu kishi bilan, shu kishi xayoli cho'kilib fikr bilan bir necha kunlar o'tdi. Men badiiy uchur yozdim. Birinchi bo'lib Abdurim Ahmad haqida. Buni nimaga Odiljon yuborganda Odiljon qattiq ta'sirlanganligini aytdi. Bu menga yana bir turtki bo'ldi. Demak, shundoq yozib ketsam bo'ldi ekan degan asosda men kitobda 50 san'atkorning hayoti, ijodiy faoliyat haqida badiiy o'chiriklar yozdim, jamladim.
Bularni hammasini sizlar yaxshi taniysizlar. Lekin ularning hayoti qanday bo'lgan, ularning ishlari, ularni nima ishlar qildi, ular haqida yaxshi bilmaysizlar. Mana ularni bosh kitobda men yozib chiqdim. Kitobni o'qisanglar hammasidan ma'lumot olasizlar. Bu kitobni yozishimga yana bir sabab bo'lgan narsa. Bu shu ansamblning qilgan ishlari. Ya'ni asrlarimiz boshlaridan boshlab og'izdan og'izga o'tib ijro qilinib kelayotgan go'zal Uyg'ur xalq qo'shiqlari, lirik qo'shiqlarini magnet lentalarga tushadi. Birinchi marta. Yana uningdan ulug'roq bir muqaddas ish bu Uyg'ur 12 muqomini muqom tarixida birinchi marta plastinkalarga tushadi. Ana shu Uyg'ur ansamblarining ishtirokchilarining ijrolari bilan. Mana bu hozir bu plastinkalar O'zbekiston televideniya va radio anglatish davlat kompaniyasining oltin fondida saqlanyapti. Ya'ni kelajak avlodga sog' salomat butun bo'yicha bejirim yo'qolib ketish, unutilib ketish xavfidan xoli holda saqlanyapti. Bu juda shu hozir klassik san'atga e'tiborning kamayib ketgan bir paytida ularning yerda saqlanib turishi bu juda katta savob ish. Kelajak ularning abadiyligini, umr boqiy ekanligini ta'minlashda bu cho'ng ish edi. Mana shu Uyg'ur ansamblining qilgan ishi uni hammaga yetkazish va kelajak avlodga yetkazish bizning vazifamiz. Shuning uchun bu kitobni yana bir sababi yozishning ana shu muqomlarning yozilishi bo'ldi. Endi bu muqomlarning yozilishi qiyin jarayonlarda o'tdi. Chunki muqomni biladigan odamlar kam edi. Va ularni tepildi 5 muqomchilar nomi bilan muqom ustalari kelib ularni Uyg'ur ansambliga o'rgatdi. Uyg'ur ansamblining san'atkorlari murakkab repetisiya jarayonlari va studiyadagi murakkab jarayonlarni beshdan kechirib Uyg'ur 12 muqomining mukammal, bejirim va sifatli yozilishida kuch chiqardi, xizmat qildi. Ana shularning mehnati bilan muqomlarning abadiyligi davom etadi bundan keyin. Muqomlarning ana shunday bejirim, sifatli va chiroyli yozilishida mehnat qildi bu ansambl. Bu kitobda ana shu ansambl a'zolarining shu buyuk ishlarni, muqaddas ishlarni qilishdagi xizmatlari hikoya qilinadi. Azizlar, bu kitobni sizlar uchun yozdim. O'qinglar. Sizlarni o'tmishga va yoshlig'inglarga qaytaradi. Aziz bolajonlar, bu kitobni sizlar uchun yozdim. Bu kitob sizlarga ajdodlaringlarning kimlar bo'lganligi, nimalar qilganligi va ularning kurashlari, hayotlari nimaga bag'ishlanganligini bilasizlar va sizlarga u ilhom beradi. Sizlarni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Albatta o'qinglar. Har bir oilada bu kitobning bo'lishi faqat foydadan xoli emas. Sizlarga muvaffaqiyat tilayman. Bu kitobga Toshkent shaharlik madaniyat markazining raisi Olimjon homiylik qildigan bo'ldi. Ularga tashakkur izhor qilaman. Salomat bo'linglar. Bugun biz siz bilan bir chiroyli suhbat o'tkazsak degan niyatda yig'ildik. Biz mana 1967-yili tashkil topgan radio televideniya qishidagi Uyg'ur ansamblining mashhur san'atkorlari haqida bir so'zingizni anglasak, chunki siz radioda Uyg'ur redaksiyasida qalami o'tkir jurnalistlardan bo'lgansiz. Hem şu artistlarninki, san'atkorlarimizning, şu marhum san'atkorlarimizning talanti, ularninki bir yuqori palladagi, saviyadagi san'at taraflarini siz gazet, jurnallarga maqolalarni bergansiz.
Endi şunun siz bilen bir çıraylık şu merhumlar toğrusida mana Uyghur ansamblimizning təşkil tapqınığa 55 yıl bopdu. Mana şu jarayonda köplegen məşhur sanatkarlarimizni yo'qotdik. Mana hozir bir sanoqliq şu sahadagi, şu ansambldagi sanatkarlarimizni sanoqliq odamlar qoldi. Endi şu merhumlarni bir xotirlash, ularning bir chiroyliq bir san'atini bir qandaqdir bir yoritib, bir chiroyliq so'zingizni anglasak degan niyatda yig'ildik. Endi birinchi sizni shu mashhur san'atkorlar haqida bir ssenariy yozishga nima majbur qildi? Bo'lmasa siz charchagan, o'zingiz bir pensiyada uyda, mana shu issiq kunlarda shu qo'l urdingizki, shundoq bir ulug' bir jarayonga. Shuning siz san'atkorlarga qandaq bir shu yurak yutib, shular haqida bir ssenariy yozib, shuni bir dokumentalniy film qilsak degan niyatda bo'ldi bu ishlar. Shuni bir sizdan anglasak, chiroyli so'zlaringizni. Rahmat, Reyhangul. Albatta, ular haqida yozish kerak. Allohlardan birisi aytibdiki, Tangri yaratgan mo'jizalarning eng ajoyibi insondir deb. Men o'zimcha Tangri yaratgan mo'jizalarning yana biri bu san'atdir degim kelyapti. San'at inson ruhiyatiga eng tez va eng kuchli ta'sir qiladigan kasb. Hamma xalqning o'z san'ati bo'lganidek, Uyg'ur xalqining nihoyatda boy, nihoyat maftunkor, mo'jizakor, nihoyat boy merosga ega bo'lgan san'ati bor. To'g'ri. Bu san'atning ichida Uyg'ur muqomlari alohida bir dunyo. Bundan tashqari minglab turlari har xil bo'lgan, har xil yerlarning har xil naqshlari, haligi do'lanlar, dostonlar, ko'cha naqshlari, Qashqay uyli naqshlaridan siz dostonlardagi, g'arib sanam dostonlaridagi go'zal naqshlar. Bularni hammasini sanab bo'lmaydi endi. To'g'ri. Bu naqshlar asrlardan asrlarga o'tib, eg'izdan eg'izga o'tib bizga chiqargan naqshlar. Bularni shu naqshlarning o'z g'amxo'rlari bor. Ya'ni ular el arasından chiqqan el nag'malar. El nag'ma bu ham sozanda xonandalarning el nag'ma deydi. Ham soz chelib, ham naqsh etib, shu xalqningki orzu armonlari, dardlari, muңlari, muhabbatni, sadoqatni, vatanni sevishni targ'ib qiladigan naqshlarni eg'izlardan eg'izlarga elib o'tgan g'amxo'rlar va san'atkorlar. Bizning oramizda ashna san'atkorlar nihoyat ko'p bo'ldi. Biz masalan 20-asrdan oldingilarini uncha bilmaymiz. 20-asrdan keyin mana Ilohim Ko'kko'z, Helim Selim al-nag'malardagi Tudoxun, Ro'zi Tanbir, Ziklar Pattamina, Qubburjon Qodirojiyevlar, Qodir Roziylar, bular nihoyat mashhur xalqimizning al-nag'malari. Ana shulardan qolgan naqshlarni asrdan asrga ibratvatganlar va ularning shogirdlariga o'rgatdi. Shunaqa qilgan san'atkorlarimiz ko'p, lekin ulardan hech qanday bir haligi tasvir qolmadi-da endi. Hammasi olamdan o'tib ketdi. Faqat nomlar qoldi ulardan. Qilgan xizmatlari qoldi. Mana ansambllar 67-yilda Toshkentda ansambl tashkil qilingandan keyin bu nihoyatda bir savob ish bo'ldi deyman. Birinchidan Uyg'ur san'atining, naqshchilik, usulchilik san'atining rivojiga yana katta ulush qo'shildi. Nihoyat katta ulush qo'shildi. Yani bir tarafdan masalan Şinjandan ko'chib chiqib, bir yerda ish qilmaydim qilib yurgan san'atkorlar hammasi ish bilan ta'minlandi. İşte bular nihoyatda ko'p ulug' ishlarni qildi bu nimalar. Bu ansambl nihoyat kuchli ansambl bo'ldi. Ularning mana qilgan konsertlari nihoyat ko'p joylarda konsertlar berdi, viloyatlarda, respublikalarda. Ming afsuski shularning birasi yezilib qoldirilmagan ekan, qoldirilmabdi. Mana taqdir taqozosi bilan hammasi olamdan o'tib ketdi. Mana siz, Tursunay, Dilbar Davud va 3-4 kishini aytmasa, hammasini olamdan o'tib ketdi. Ani ular yo'q. Ular shunday buyuk san'atkorlarki, mana hel undaqlar
tug'ilgani yo'q. Tug'ilamdi yo'qmi? Xudo bergan. Xudo biladi. Xudo undaqsan tug'ilamdi yo'qmi? Xudo bildi. Xudo bir inoyatini oymagan, katta iste'dod bergan ajoyib san'atkorlar ansamblda xizmat qilib o'tdi. Endi shularni o'ylab, shulardan hech narsa qolmabdi. Lekin shular yozgan, plastinkalar yozdirgan, mayli lentalar radioning oltin puntida saqlanyotdi. Endi shularni hammasini bir aslab mana bir yil ansamblning tashkil bo'lganiga 56 yil bo'ldi. 56 yil bo'ldi. Biz 55 yilda qilmoqchi edik. Rahmatlik Akram Hoshimov vafotidan keyin bu sal cho'zilib qoldi. Mana hozir shuni o'tkazish bizni tug'an paytimizda shuni yezish men uchun bir burch bo'ldi-da, bu xalqim oldidagi bir burch bo'ldi menga. Menga Alloh ozgina qalam tavtishda bir iste'dod beribdi-ki, shu narsani umrimning oxirida bo'lsa-mi, qiynalib bo'lsa-mi, yezib qoldiray degan. Shu narsani yezib qoldiraylik, kelajak avlodlarimiz bizda qanday san'atkorlar bo'lganligini, mana ular anglab yurgan narsalarni kimlar aytganligini aslasin. Ularga hurmat qo'zg'aldi hammasiga, hammasinin qalbida. Asosan shular yozganlarimiz xotirasi munosabati bilan ko'nglimizda yorqin xotiralar qoldi. Shu xotiralar munosabati bilan naqshlarini, mana ba'zi afislarni hammasini yig'ib bir dokumentalni film qilsak, u kelajak avlod uchun ham boyliqda, hozirgi xalqimiz uchun ham bir madaniy boyliq bo'ladi. Madaniy boyliq bo'ladi. Shularni o'ylab, mana Odiljon bilan, siz bilan mana hammamiz bir fikrga keldik oxiri. Buni chiqarsak, mana dokumentarni film, konsert bo'ladi va shu asosda hatto kitob qilmoqchi bo'lyapmiz. Yaxshi fikr bu. Konsertlar o'tkazmoqchi bo'lyapmiz. Mana bular hammasi san'atni sevgan, mana xalqimiz yerda teatr yo'q, ansambl yo'q, ko'rish keladi. Ular uchun bir madaniy oziq, ma'naviyatini yuksaltirdi. Ham o'sha o'tgan mashhur san'atkorlarimizni xotirasini aslaymiz, ularning ruhi xursand bo'ldi. Bu endi millat oldidagi mana burchim degan bir nima bilan boshladim qalamni. Maqom to'g'risida nima deya olasiz? 12 maqom yozildi radioda. Bu nihoyatda cho'ng boyliq. Bu shu 12 maqom mana butun xalqimizga boyliq bo'lib qoldi. Shu maqom to'g'risida shu ansamblimizda nihoyatda cho'ng bir maqom 12 maqomni yozish nimasi bo'lgan, u haqida qanday nima deya olasiz? 1967-yili Moskvadan Toshkentda Uyg'ur ansambl tashkil qilinsin degan buyruq kelgandan keyin davlatimiz rahbari hurmatli Sharof Rashidov bu vazifani Xilam Rahimov Xudoyberdiyevga topshiribdi. Xilam ham buni nihoyat mamnuniyat bilan qabul qilib, u ishda jon dili bilan ishlab shu ansamblni yuzaga keltirdi. Endi bu ansamblga shu Urumchida, G'uljida, Olmaotada ishlagan mashhur san'atkorlar taklif qilindi va bu ansambl nihoyatda kuchli ansambl bo'ldi. Chunki bu ansamblda o'z vaqtida mashhur bo'lib ulg'aygan Uyg'ur naqshlarini, Uyg'ur usullarini, Uyg'ur sozlarini nihoyat mukammal bilgan alaqalar tashkil topdi-da. Masalan, Abdurim Ahmedi, xalqimizning xushovoz naqshchilari Xolison Qodirova, Oyturg'on Hasanova, keyinroq Sulton Mamedov qo'shildi emas. O'tkir Salomat Sharifjonova, Madaniyat Hoshimova, mana bular qo'shildi. Madaniyat Hoshimovalar. Maqomlarni ko'p has qo'shganda bu. Hokim Xilamov, Sulton. Shu kuchli san'atkorlarning ijrosida 12 maqomni yezishni Xilamkam tashabbus qildi. Ansambl endi chuqurning tashabbusi bilan bo'lganmisa, maqomlarni yezish shaxsan Xilamkam tashabbusi bilan bo'ldi. Xilamkamni bu maqomlar noti yo'q, bo'lgan sir unutilib, tartiblari buzilib ketyapti-da. Shularni bir radga selib,
uni yana kelajak avlodga bir plastinkalar muhrlab qo'yishni niyat qilib shu ishni boshladi. U ishning hudisidan chiqdi. Bu muqomchi shu birinchi marta 3 plastinkani yozibdi. Mushavarak muqomi, rak, mushavarak, chabbiyat 3 muqomni. 3 muqomni yozib, ularni chiroyli korobkalarga selib, lentalarga bog'lab, shu vaqtdagi davlat rahbarimiz Sharaf Rashidovga aytdi. Sharaf Rashidov shu kunning o'zidan 3 plastinkani anglab, shunda ta'sirlanib, kechki payt Xilamkamga telefon qildi. Sovg'ingizni oldim. Nihoyatda yaxshi. Endi qolganlarini tez yig'ishga harakat qiling. Qayerda muqomni bildigan ustoz, san'atkorlar bo'lsa chaqiring. Ularni uy bilan, yaxshi maosh bilan ta'minlaymiz. Dabtida turkuni qo'yib qo'yibdi. Rahmat deyishga ulgurmadim degan. Xursandchilikda. Hurmatli Sharaf Rashidov Uyg'ur xalqiga nihoyat ko'p g'amxo'rliklar qilgan. Undan keyin Xilamkam mana Qozog'istonda, Qirg'izistonda yashayotgan muqom, ustoz muqomchilarni chaqirdi. Ansamblga taklif qildi. 5 ustoz muqomchini, 5 muqomchi deymiz. Burjon Qodir Hojiyev, Qodir Rozi, Mattayir Hasanov, Sulton Razamov va qatorliq 5 muqomchini. Ular kelib ansambldagi barcha xonanda san'atchilarga muqomni o'zining tartibi bilan yanada mukammalroq qilib o'rgatdi. Va oxiri 12 muqom plastinka bo'lib chiqdi. Bu plastinkani xalqlar hammasi talab-talablarga satishga chiqarganda, elishda hozir har bir Uyg'urning oilasida bu plastinkalar bor desam xato bo'lmaydi. Endi bu muqomlarni 16-asrning boshlarida Sultan Yakan xonadonligining sultoni Sulton Hayitxon, Saidxon ratlashga boshlabdi. U ham san'atga g'amxo'rlik qilib, shu chechiliblikni muborakligini tartibga solib, ratlashga boshlabdi. Keyin bu ishni olamdan o'tgandan keyin o'g'li Abdurashidxon, Sulton Abdurashidxon davom ettirgan. Sulton Abdurashidxonning ayoli Omonisa xonim butun umrini shu muqomlarni ratlash ishiga bag'ishlagan. Yezma-yeza, qishloq chorvada yurib, muqomlarni, bildiganlarni tepib, ulardan o'rganib, san'at maktabiga o'xshash kichikroq bir nimani echib, uni iste'dodli yoshlarni chaqirib, ularga o'rgatib, mana shunday qilib shu muqom endi oldin Eronimizdan oldin qilib boshlangan degan gaplar bor muqom. Shu vaqtcha etilib kelayotgan muqomlarni Sulton Saidxonning rahbarligida tartibga solingan. Omonlisoning tartibga solinib, shu saroy oldida alohida xonalar echib, san'atkorlar uchun ular g'amxo'rlik qilib, shularni nimaga hisobga u muqomlarga shu vaqtdagi klassik Uyg'ur klassik shoirlari bo'libmi Alisher Navoiyninki she'rlarini qo'yishni tavsiya qilibdi Sulton Saidxon. Haligi ma'naviyatini yuksaldirish uchun yana. Shuning bilan u muqomlar endi hozirgacha bizga kelgan muqomlar ana shu muqomlardan shu muqomlarni buzmay muqomchilar tartibi bilan mana o'rgatib muqom plastinkaga yozildi. Bu nihoyatda ulug' ish bu. To'g'ri. Nihoyatda ulug' ish. Chunki 55-yilmi G'uljida bir magnit lensasiga yozilgan ekan. Lekin u vaqtda texnikaning nimaligi nomukammalligidan ular yaxshi yozilmagan. Shu bo'yicha kelgan Urumchida naqshchilik ansambllarida yozildi, muqomchilik ansambllarida yozildi. Biz Urumchiga borgan paytimizda ba'zilar sizlarning Toshkentdagi ansamblning yozgan muqomlari nihoyat mukammal bo'libdi deganlarini shohidi bo'ldik-da gaplarning. Yaxshi nimalarga olqishlarga ega bo'ldi. Hozir umuman mana shu lentalari va plastinka radioning oltin funtida saqlanyapti. Kelajak avlodga. Shunda ansambl endi 1994-97-yili tarqitildi. Chunki artistlarning ko'pchiligi olamdan o'tib ketdi. Shuning bilan u ansambl tarqitildi. Hozir ularda mana o'zingiz
Eng живой персонаж. Сол Tursunayam yaxshi, sog'lig'i yaxshi emas, endi kelolmaydi. Dilbar Davudova yuribdi. Xudoga shukr. Keyingi shogird qizlar bor endi. Keyingi raqqosa qizlar, keyin mana sizning shogirdlaringiz. Undan keyin tug'uloqmi nima qilib yuribdi. Nima, lekin mana shu muqomlarning yozilishida yana bir narsa esimdan chiqibdi. Bizning haligi yagona kompozitorimiz, ayol kompozitorimiz Shohida Shohimardonova bilan san'atshunoslik doktori Obliz Hoshimovning xizmatlarida katta bo'ldi. Ular soz tomonda, muzika tomonda ko'p harakat qildi. Ko'p harakat qilib, yozilishida ko'p nima qilishdi. Muqomlarning yozilishida mana xushovoz naqshchimiz Abdurim Ahmedi, takror ovoz sobi Xolisxon Qodirovalar muqomlarning muqaddimasini ko'pchigini ikkisi etdi. Mana shu Sharaf Rashidovga akirgan 3 muqomning muqaddimasini Xolisxon Qodirova etdi. Lekin Obliz Abduvaliyev aytgan o'z hol muqominikini Said Akram bor edi u paytlarda. Said Akram aytgan muqom boshlarini. Keyin muqomlarimiz nihoyatda murakkab-ku. Bu muqomlarni gap qissa gap tugitamaydi odam. San'atimiz gultoji deydi. To'g'ri. Men Uyg'ur san'atining qomusi, ensiklopediyasi deyman. Chunki unda ham naqshlar, ham soz, usullar, oxirida mujassam bo'lgan nihoyatdagi bir xazinada, bir san'atning xazinasi. Shunday ulug' narsani yozishning o'zi bir gap ekanda, aytmoq oson ekan. Men bir necha muqomlarga redaktorlik qilib bordim. Gram plastinkada Anvar Tojiyev degan nihoyat talabchan bir ziyrak bir rejissor bo'ladi. Haligi biror naqshini aytqicha san'atkorlar tanlab pishib nihoyat kuch chiqarib, charchab, ya'ni boshqadan chiqadi-da. O'shanda men Abdurimkamga aytgandim. Abdurim aka, sizlar faqat aqliy mehnat qilmaysizlar-ku, ham jismonan, ham aqlan mehnat qilasizlar-ku. Bu ig'ir ishga, bunday yozdi deganning o'zi bilan tugmaydi-da gap. Ig'ir ishga har bir narsangiz 12 muqom, har biri 2 soatdan 12 soat davom qiladigan muqomda shu narsani yezish bu bir qahramonlik bo'ldi desam bo'ldi. Talab qildi. Qahramon moddiy tomonidan ham hamma tomonidan Xudoy berdi. Mana Xilamkamning hammasi kuchi shularniki yugurishi bilan ham shu ishlar amalga oshdi. Muqomlarni ansamblmi etib bo'ldik. Shu nihoyatda bu chiroyli suhbat bo'ldi hojxon. Mana bilmaganimni bilib oldik. Nihoyatda chiroyli suhbat bo'ldi. To'g'ri, mana shu ansambl to'g'risida o'zimizning Uyg'ur san'atimizning to'rki bo'lgan, tojisi bo'lgan maqom to'g'risida ham gap ketdi. Endi nima deymiz oxirida mana shu ansamblimizdagi butun bizdan ketib qolgan vaqtdan oldin, vaqtdan keyin degandek xotirasini xotirlab, mana shu filmlarni tayyor qilsak, shularning urug' tuqqanlari, balkim bir qarindosh urug'lari, hamma ularni bir ko'rib, ularning ustidagi bir bunday chiroyli so'zlarni anglab, ular ham bir xursand bo'lsin degan niyat ham bir yoshlarimizga bir qoldigan chiroyli dokumentalniy film qilib bizdan qolsa, mana Odiljon rahbarligida kuch chiqaryotdi, o'zi uncha sog'lig'i bo'lmasa ham mana bu shaxta nihoyatda kuch chiqaryotdi. Shuni oxirigacha chiroyli dokumentalniy film qilib xalqimizga taqdim qilsak, undan keyin sizning mana chiroyli kitoblaringizni chiqarsak, har bir san'atkorimizning rasmi bilan shularning qilgan mehnati, shularning san'ati, undan keyin bir cho'ng konsertlarni o'tkazib, o'shada mana shu filmning, kitobning nimalarni shu sahnada bir ko'rsatib, xalqimizga bizdan bir sovg'a bo'lsa degan niyatda shu ishlarni boshladik. Sizga cho'ng rahmat. Mana shu asosda kitob chiqarmoqchi bo'lyapmiz. U ham qoladi endi kelajak avlod uchun.
Mana siz degandek hammamizning yeshimiz bir yerga borgan paytida bu fikrimizga miyamizga kelib qoldi. Kelib qoldi. Va shunga shukr. Shu kuch beryapti mana bizga, shu ish kuch beryapti. To'g'ri. O'shani yozimiz deb o'tiribmiz ilhom bilan yozadli deb. Xudo ilhom bersin deb tilovatimiz. Hammamizga kuch-quvvat bersin. Ilohim baxtimizga, niyatimizga yarasha utuqliq chiqishini tilayman. Xudoyim bo'lsa, yaxshi chiqadi. Xudoyim bo'lsa. Hamma ishimiz o'z yo'rig'i bilan chiroyli o'tib, xalq agar xursand bo'lsa, biz ham xursand. Qilgan ishimizdan xursandmiz, qilgan mehnatimizga. Shu endi asosiy maqsad xalqimizga oldinroq qilmabdimiz bu ishni, boshlamoqdimiz. Hozir ham yaxshi, hozir ham kech emas. Hozir ham chiroyli bo'lyapti, ssenariyalarni yozyapsiz. Siz hamma mashhur artistlarimiz bilan birga bo'lgan suhbatda bo'lgandan keyin sizga qiyin emas, chunki ularni ko'rgansiz, har birining usulini, naqsini, har birininki san'atini ko'rgandan keyin siz ko'z oldingizga shundoq keldi. Agar bularni ko'rmagan odam bo'lsa, qiynaldi, yezishga ham, ko'z oldiga keltirishga ham qo'rqadi. Endi siz hamma bilan bo'lgan muloqotda bo'lgan, bir joyda bo'lgan biz radio Uyg'ur redaksiyasi bilan Uyg'ur ansambli bir bo'lgan, u yerda maqom bordi, istirodi bordi, hamma bir joyga yig'ilgan joy edi. Har kundagidek kuchishib turardik-da, har kundagidek kuchishirdik ular bilan. Ijodiy muloqotlar bo'ladi. Mana Uyg'ur redaksiyasiga shoirlar bilan ularning ijodiy muloqotlari natijasida ko'p ijodiy naqshlar chiqdi. Mamtizgamning binoyida yaxshi naqshlari unutilmas klassikaga aylanib ketdi. Ajam navosi yangrisi ajam navosi degan naqshlari nihoyatda chiroyli. Shu radioda bo'lgani yana bir utuq bo'ldi-da ansamblning. Redaksiya bilan bir yerda ham radio yezish nimalari yaqin, nihoyat yaxshi. Shu rahmat sizga. Chiroyli suhbat bo'ldi. Hammamizga muvaffaqiyat tilayman. Sizga ham sog'lik. Mana filmimiz yaxshi chiqib xalqimizga bir prezentatsiya sovg'a qilishga Xudoyim bo'lsa chiroyli harakat qilyapmiz. Endi yana bir narsa eski bo'lyapti. Nima taklimakan jurnalimiz chiqyapti. Buni har bir soniga shu 55 yillik rubrika bilan har bir xonan artistninki, san'atkorning haqidagi maqolani berib olmoqchi bo'lyapmiz yana. Har sonida bir sınaq, masalan, birinci sonda Abdurrahim Ahmedov, ikkinchi xolisxonniki maqolalarini uningda yoritib boramiz ularni. Shuni bilan mana hozirgi yosh avlod tushunib ko'rib, yaxshiroq toniydi, kimning qanday bo'lganligi, kim ekanligi, bu Abdurrahim kim ekan deb nomini eshitgan bo'lsa-mu, bilmaydi-da. Shular haqida yanada yaxshiroq bilish uchun u jurnalga maqola berib olmoqchi bo'lyapmiz. Yaxshi fikr, yaxshi. Shu endi niyatlarimiz bu Uyg'ur xalqi oldidagi burchimman. O'zim o'zbekman. Bilmagandik o'zbekligimizni. Bildim o'zbek. Lekin Uyg'urlar ishida o'sdim. Men birinchi ilhomni Uyg'ur xalqi berdi, Uyg'ur yeri, G'uljida o'sganman. Uyg'ur nimasi berdi? Makkani, Uyg'ur vatan. Shunda qonim to'kilgan. Ikki elning qiziman. To'g'ri. Shuning uchun ham Uyg'ur xalqining oldida qarzdaman deb o'ylayman o'zimni. Uyg'ur xalqi o'qitdi. Masalan, G'uljida o'qidik Uyg'urlar bilan bir maktabda, keyin institutda o'qidik. Birinchi she'rlarimni shu Uyg'urlarga bag'ishlab do'stlarimga, u yoqning go'zal tabiatlariga bag'ishlab shuna yozganman. Birinchi ilhomni berdi. Yaxshi yomonni tonitdi Uyg'ur xalqi. Men shuning uchun Uyg'ur xalqi oldida o'zimni qazda deb hisoblayman-da. To'g'ri. Ilohim bu burchim. Hammamiz qarzdor, chunki hammamizning qo'limizdan nima ish keldi, xalqimiz uchun taqdim qilsak, hammamiz shu qarzdor deb tushunamiz, chunki bir narsa qoldirib ketish kerak odam. Bu dunyoga keldikmi, qo'limizdan sizning yezish, mening masalan usul o'ynash, ya'ni bir naqsha, bir nima qoldirib ketsa odam, voy
Şu çıralıq nəslə qalğan keyin dep əslaydı. Endi heç nima qalmasa bu hayatның nima keregi, nima qığınımızın mənası bo'lmaydi. Şu ömrümüzün ahırında bir aqı qaraysiz barbar. Nima qoldi aqam dedi. İlayim özgürlük nasıl qalğan bo'lsa, xursand bo'lib ketamiz hammamiz. Mayli, uzoq yashang. İlayim muvaffaqiyatlik chiqsin. Odiljonga kuch-quvvat tilaymiz. Yuzga kiring. Oxirgi mas'uliyatlarga yetaylik. Rahmat suhbatingiz uchun. Rahmat. Salomat bo'linglar. Ungacha radioda. Radioda. Shu nimasi shartami? Baribir. Nechchi 89-yilmidi birinchi nima ketdi oshxonada? Televizorda birinchi konsertimizni 89-yil berdikmi? Yo, 87. 86-mi? 87'de bo'lish kerak. 87-midi? Yetmay ketaveramiz. Ha, yilni yetmasdi. Yetsam o'g'limni hech kimdan qilmaydi. Hisoblab o'tamaydi. Ularni siz deb aytmaydi. Bo'ldimi? Farida, assalomu alaykum. Yaxshi gapsiz. Endi bizning bir suhbatimiz nihoyatda keng doiralik bo'lyapti. Chunki men shu dokumentalniy film to'g'risida mana Hojixonim cho'ng ishlarni qilyapti. Endi bu yerda sizni tanishtirib o'taman. Chunki siz birinchi bizning Uyg'ur naqsh usul ansamblimizning cho'ng konsertlarimizda, televizorlarda mana butun siz bizningki konsertlarimizni olib borgansiz. Keyin radiodami mana har haftada şu Uyg'urcha anglatishlarni olib borgansiz. Shu vaqt sizga biz mahliyo bo'lgan. Chunki birinchi o'sha Abrar akaning bir filmida ham siz tanishtirib, diktor bo'lganda men sizni birinchi ko'rib, ochada nihoyat bir havas qilgandim. Endi o'zingiz haqida bir chiroyli suhbat qilsak. Rahmat. Rahmat. Men radioga O'zbekiston radio televideniya kompaniyasi Uyg'ur redaksiyasiga 1966-yili maktabni bitirib keldim. Kelishme oson bo'lmadi, chunki shu vaqtida shu yili may oyida konkurs e'lon qilgan Uyg'ur yoshlarini ishga qabul qilish masalasi yuzasidan. Uningga shu yili 2 выпуска, ya'ni 10-11 sinfni bitirganlar to'planib Uyg'ur rayonidan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Toshkentdan yig'ilgan yoshlar salkam 200 adam bo'ldi. Uyg'ur yoshlari. Ko'p hamda studentlar bor, maktabni bitiruvchilar bor. Hamda Toshkent shahridan yoshlar bo'lgan. San'atga yoshligimdan ozroq qiziqish bo'lgan mening. Shuning uchun bu e'lonni anglagandan keyin ota-onamning ruxsati bilan men dokument hujjatlarni topshirib konkursga qatnashishga nasib qildi. Bir oy bizni tayyorladi konkursda shu radioning rejissyori. O'qish 3 etapda imtihondan o'tdik bir oy davomida. Oxirgi imtihondan 8 kishini tanlab ishga qabul qilishdi. Shu 8ning biri men tashkillik maktabni bitiruvchi qiz, ham bu yoqda hujjatlarimni institutga topshirib qo'yganman, ham u yoqqa imtihonga qatnayman, ham bu yoqqa qatnayman. Nasib qildi, ham institutga kirdim, ham bu radio komitetga bu yoqqa kirdim. Taklif qilib shuning bilan oldin shogird, praktikant deydi, shogird deydi. Rahmatlik mana ustozlarimiz olamdan o'tib ketdi. Guljamalada, Moynurada kasbdoshlarim bo'ldi, keyin biz 5 diktor bo'ldik. Shu vaqtida 66-yili 2 soatlik Uyg'ur tilida anglatish chet ellarga avatiladi. 2 soatni yezish uchun redaksiyada 30 ga yaqin jurnalist, mashinist, tarjimonlar xizmat ko'rsatdi, ishlatdi. Biz 5 odam 3 ayol diktor, 2 erkak diktor shu 2 soatlik anlatishni elib borardik. Keyin vaqt o'tgan sari talab kuchaydi, ma'muriyat 3 soatga o'tkazdi. Endi anlatishlarimiz 3 soat bo'ladigan bo'ldi. Endi shuningda bevosita har haftada yarım soat
shanbalik kontsert deb al to'nib ketgan. Uyg'ur tilida har shanba kuni 7:30dan 8gacha, 19:30dan 20gacha havo to'lqinlarida Uyg'ur ansamblining naqsh sanatçıları yanratdi. Buni endi naqshlar hammasi sozlar немедіге езілған, кассетаға езілған, лекін отырда әр бір концертқа олайтан тәйіргарлық көріп, мұшы мана хачханада редакциядегі редакторлар мәлім қайсы демеге концертқа кім көпірек нақшысы кетсе, шының ұрғы беріп, шыланы алайтан әр бір ханандыны тоныштырыш үшін азырақ кіріш сөздеріне ес берәді. Бұны ашу еліп баған диктор, яғни башлығычы нақшыдан алдын оқып, аңлытып, шер боламды, яки ади неме шу сазанды, яки неме нақшы еткөчі артисіні тоныштырып кетеді. Бұл радиода болатқан ішлі. Yarım saatlik konsertin taşqırı, yani her bir anlatışının arası da şu ansambldeki icraçılarının birasının nakşisi, sazı, yarım saatlik peridacıda anlatışta 2-3 nakşa, saz arası ketdim. Demek ben şu 66. yıldan başla bu ansambl bilen çemberçez bağlanıp geldim. Bularını aldın. Şu yerdeki iştirakçılarını ansamblda 30'a yakın iştirakçı boğan, ulardı nemeden aldın, körüşüp, tonuştun aldın ben. Radyo arkalık bularını hemsini tonu boğan ben. Şunun keyin xalqning talebi bilen, jukurning ruhsati bilen, Xelam Rahimovich rahbarligida televideniyada живой deymiz, tirik deymiz, konsert bir ayda bir ketim namoyish qilish tasdiqlandi. Ve şunu konsertini eperiş şerpigem, ben anı yaşı boğan için redaksiyada mesar boldum. Her ayda bir ketim şu ansamblının artistleri icrasında живой, yani trik ovazda, hem nemisi trik konsert berildi. Halk Naydı bir neme bilen kütətdi şu bir aynı bayram boladı. Çünkü her ketimge alaytan her bir nakşçı tayargarlık görüp, yeni nakşlarını, icadi nakşlarını yezip, tayarlanıp, ügünüp, şunu takdim kılattık. Şu jarayonda yana şundaq bir iş bo'lib o'tdi, endi shuni ham etib ketay, chunki xalq bilgani yaxshi shuni. Bu bora mana Qozog'istonda Uyg'ur tilida radio, televideniya anglitish radiosi bordi, keyin televideniyasi Alatoy echildi. Shu Alatoy echilganda Alatoyning rejissyori, 4 operatori Tashkentga kelib, bizning ma'muriyatdan ruxsat elib, mushu ansambl haqida biz film konsertlarni olmoqchimiz degan hujjatlar bilan kelib o'tirdi, dogovor tuzib, shuning bilan uni rozilik berildi yuqoridan shu konsertlarni elib berishga bizning 5 diktorning orasidan meni qabul qilishdi va shu yerda biz 11 film konsertini yazdık. Olmutu için, Olmutu'nun Alatau programısı Kazakistan için şunu yazdık. Şu 11 film konsert hemsini onun da icadi naşla, icadi her bir artistninki alaytan halk marşları, sazlar hemsini 11 film konsertini bir 20 gün davamında Tashkentning chiroyli manzaralik joylarida elib rətlab Qozog'iston, Qırğızistan xalqi məmnun bo'ldi. Hatta neme Panfilovga yaqin joylashgan Şinjanning atrofidagilarni G'ulja, Yerkatlar shularni ko'rib ekan. Şu taqdir taqozosi bilan 90-yili, 91-yili Şinjanga borganimda nayt ko'pchilik bu konsertlarni ko'rgani, mamnun bo'lgani, nayt bir xo'shallik bilan bizga qolganda hammasidan esed yaxshi bo'ldi. Rahmatlarni aytishgan. Shundaq ishlaganmiz. Nayt yaxshi ish qilib ishlaringizga shundaq chiroyli mana hozir ham kelib
Şey mana Hacıxan bilan billa her daim sizlar bilan yuz ko'rishib turibdimiz. Xuddi bir konu urug' tuqqandek bo'lib qolgan biz. Shu vaqtga mana shu taqdim qilgan eshittirishlaringiz hilma esimizda. Lekin sog' bo'ling, salomat bo'ling, mashaq yangiliklarga har doim kuch berib turinglar. Sizlar bilganni yoshlar bilmaydi, sizlar bilganni yangi kelganlar bilmaydi. Shuning uchun sizlar bizga tabarruk deymizmi? Cho'nglar hammani biladi. Endi shularni anglab, bilib, o'zimizda ham yoshlardimi bir hissiyat bo'ldi degan. Albatta. Yana bir nimani etib ketishimni shart deb o'ylayman, chunki xalq shuni bilsin. Bemalol. İnternet paydo bo'lguncha biz bilmadik. Bizning qilayotgan ishlarimiz, xalq qanday qabul qilyotdi. Chunki xat oladi, kam oladi xatni. Ham shu qaysi darajada, qanchalik mamnun ular bizning olishlarımızdan. Deb har doim uni o'zimiz har bir ishlayotgan xodim, redaktor bo'lsin, oddiy mashinski bo'lsin yoki biz shu beshimiz mehnat qilayotgan diktorlar shuni o'yladik, kim anglayotdiki, anglayotdiki, qanday deb shu doim shu narsa bizni o'ylantiradi. Shuning bilan mana internet paydo bo'ldi. Bizga xat kelishga boshladi redaksiyaga. Nihoyatda nurg'un xat keldi. Butun chet ellardan, dunyoning chek-cheklaridan biz hatto o'ylamagan joylardan xatlar kelib, u xatlarda nihoyatda minnatdorchiligini bildirib, o'zlarining takliflarini bildirib, talablarini bildirib, buni palonchi artistning palon naqshisini anglatsanglar yoki palon shoirning bundaq kitobi haqida bizga bildirsanglar degan iltimoslar bilan keldi. U xatlarni olgandan keyin biz hammamiz jonlanib ketdik, ruhlanib ketdik. Demak, butun dunyodan biz o'ylamagan mamlakatlarda Uyg'urlar yashayotgani, hatto Uyg'ur bo'lmagan, Uyg'ur millatiga mansub bo'lmagan xalqlardan kuylarni anglab, kuylarimiz yoqqanligi haqida o'z fikrlarini bildirib, ingliz tilida xatlar keldi. Xatlar bo'limimizdan bizga nihoyatda nurg'un xatlar keldida, shu xatlarning oxiri biri bir xat nihoyatda bir ta'sirlik bo'ldi. Chunki u mana nima yepiladi deb turganning orasida kelib qoldi u xat. U xat Helsinkidan Uyg'ur tilidan dars beradi ekan, Shinjongdan bo'lgan o'qituvchi. Shu o'z iltimoslari bilan nihoyatda nurg'un yildan 5-6 yildan beri bizni anglishi haqida, artistlarning hayoti haqida qiziqib, ingliz tilida xat yozib avatganka biz uni tarjima qilib, keyin shu xat asosida oxirgi efirga chiqishni shu xat asosida anglatish tayyorlab, yarim soatlik anglitishni shu kishining talablariga asosidagi naqshlarni hammasini izlab tepib, shularni qo'yib, oxirgi paytda endi redaksiyada biz 5 xodim qoldik. 5 xodim oxirgi nuqtagacha ishlab qoldik. Diktorlardan bir men, bir mashinistka, bir bizga boshliq, bir nima redaktor qoldik. Yepilish arifasida. Shuning bilan ko'p joyda tarjima qilishga to'g'ri keladi. Onun uchun ishlayapmiz, redaktorligini to'g'rilaymiz, bir-birimizga hamkor bo'lib, beshimiz oxirgi nuqtagacha xayr xo'sh deganimizcha shu nimani peredachani avatdik. Chiroyli peredacha bo'ldi. Shuning bilan 2006-yili aprel 4-aprelda radio yepildi. Chunki bu yerga endi internet orqali havo to'lqinlarida ketadi. Dedi, redaksiya yepildi. Biz xayr xo'sh qilib ketdik. Rahmat. Shunchalik xizmatinglarni xalq taniydi. Mana xalq o'zimizda emas, mana chet ellarda hammasiga demak ta'sir qildimi shu sizlarning ishinglarning mazmuni, sizlarning harakatinglar, charchimig'inglar. Mana shunchalik ish qilib qo'yibsizlar. Mana shu ishlarni biz qildik degan narsami odamga bir huzur berdi. Hech ish qilmasdan bir nima qilmasam, odam voy nima qildim men degan fikrga keldi. Rahmat.
Sağ bolun sizem yüzlü Rahmat. kirin, her daimizda uçuruşup turaylı. Uyghur halkımız için, başka halk için hem kolumuzdan kelse neyme hizmet bolsa qağınımız özümüzden olsun. Küçümüz yetkince. Küçümüz yetkince. İlahi. Rahmat Sağ bolaylık, sizlarga, aman sağ bolaylık. olun. Rahmat. Təklif qılığınız üçün rahmat. Rahmat sizlarga. Rahmat. Ben nime geldi video show qağını. Yaxşı gaplar bo'ldi. Hojatxonada ko'p rahmat aytdimiz. Hammamiz mana muqomlar, Uyg'ur muqomlari haqida mayli kitob chiqsin yoki chiqib nimadir bo'lsa bizni nihoyat xursand qiladi. Bu biz uchun haqiqatan bayram kuni. Uyg'ur muqomlari haqida mana boya Abdulla Baray akamiz aytib o'tdi. Hech kim harakat qilmayotgan emas. Harakat qilyapmiz. Xudoyim bizda Uyg'ur ansamblarimizni davom ettirish uchun harakat qilyapmiz. Uyg'ur muqomlari haqida biz 2 yil oldin muqomlar san'atimiz toji nomli Uyg'ur muqomlar O'zbekistondan shu kun paxtaligimizga ishxonamiz bor, Navro'z bog'ida. Shu ishxonda men bu kitoblar qatoriga bu kitobni qo'yaman. Bizni ishxonamizda noyda muqomlarga qiziqadigan dunyoning har qaysi joylaridan shunchalik yaxshi insonlarimiz keladi. Mayli chet ellik bo'lsin, mayli Uyg'urlar bo'lsin. Hammasi kelib shu kitoblarni ko'rib, ashadini qilib ketadi, xursand bo'ladi. Yana sizlarga qanday yaxshi kitoblar bo'lsa bizga tanishinglarni umid qilamiz. Bu yerda oz bo'lmagan kitoblar bor. Qo'shig'ini qo'l urib ijro qildim, endi ko'pchilik bilasizlar. Yorini oynak diyim, qarandoq uyquda yotganmikin. Yorini oynak diyim, qarandoq uyquda yotganmikin. Yoki keyin jannat shunur ko'ngilda kuymoqdanmikin. Yoki keyin jannat shunur ko'ngilda kuymoqdanmikin. Biz taraf yana bir kirishib ihtiyor aylanmagan. Biz taraf yana bir kirishib ihtiyor aylanmagan. Yonida yotgan afsus yerda uxlatganmikin. Adir bu yonib dimog'imga yetishga sabab tong shamol kavjunur keyin qo'zg'atganmikin. Dunyoyim yoki bir parvoz Dünyayım danatır bir yalancı bir parmak bir Zülfara sidi
Ağlayıp görsekenmekin Dün arao siniye yüzeyir Ağlayıp görsekenmekin Yaşayın! Rahmat! Rahmat! Bravo! Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Men judayam minnatdorman Hoshimxonaga shu qilgan ishlariga. Men kichkinagina bir narsa aytib o'taman. Men shu kitobda keltirilgan Uyg'ur ansamblini ishtirokchilar bilan ashulachilarni Shoniman Shoratmedov o'g'li bo'laman. Ben bu insonlarni juda yoshligimda ko'rganman. Men yosh bola bo'lganman. Shunaqa bir narsa nasib qilganmanki, biz eski shaharda turardik, hovlida. Uyimizga mehmon bo'lib kelishgan G'anijon Toshmatov, Abdurahim Ahmadiy, Xolisxon Qodir va Oyto'g'on Hasan hammalari kelishgan. Bular bizning uyda lag'mon qilishgan. Men kichkina bolaman, choy tashib, xizmat qilib, shuni guvohi bo'lganman. Ularning suhbatlaridan, keyin ashulaga yetishgan o'yin kechasi bilmayman, bu paytda nechilarga ketishgan. Shunaqa baxtli insonlar. Endi bizlar o'zi ota-bobolarimiz o'sha Xitoyga ketishganda otamlar yo'lda tug'ilgan o'zbek millatiga mansub bo'lib turib, Uyg'urlarning ichida katta bo'lib, xalq teatrida ishlaganlar, o'sha Nasrulloh Qorin nimalar rahbarligi teatrda rol o'ynaganlar, o'zlari doktor bo'lganlar. Aylanib qarayli gardishi bilan siz Uyg'urcha, Uyg'urlarning orasida ashulaga yetib katta bo'lgansizni Uyg'ur ansambliga taklif qilib, otam o'sha Uyg'ur muqomlarini muqom beshini etishlari nasib qilgan va plastinka chiqarganlar 80 yil esimda bor. Shunda mana shu darajalargacha erishganlar. Men shuni guvohiman. Endi umr qisqa ekan. Uyg'urcha doiralar do'st deb aytiladi. Ammo yigirma erkek shaxslar hammasi bundan 40 yil burun 50 yil burun hayotni qilib chiqargan. Hozirdan mashina uchun olayib demasdan hozirdan faqat ansamblni bizga ko'rolmizga keltirdi. O'zimizdan shu davrdan ko'rolmizga keltirdi. Sevgi varlıkta, makubat bilen dua ile dilekte, cennet kırar, çift sultanlık kanında, küyüyorlar, hadis tarafları, size kirekleme, tıktırmak, birlikte cennet kırar, nurlu, ayıp olsa, gene göre kavga çıkar, kor çıkıyor. Uygur özellikle Türkiye'nin kenarında, Kaşkari Navayi'nin büyüyen, cümlelerde renkler verip gözüküyorlar. El aklını mahkum ayet söylerken Türkiye'de kan kanında kılındır, Uygur'un var, ta azaldır, candaktır. Birbirini inkar etmez, hiç katan tercihini vazgeçtirirler, bitmez can. Meşler, Furkan, Mukumi'yi verir can. Türkiye'de güzelliktin kısalı, önde Uygur dilinin navafatını kısalı. Uygur Medeniyet Merkezi'ne reisine alınacağını farikalarını yapış gelip sayılarda yakışır kaldığı sebeple çok değişik bir duvarımız. Yoksa modernite, yoksa Pakistan'daki, Türkistan'daki Azizler, Assalamu alaikum güzel yakındaki yerlik varlar. Bugün benim hayatımdaki en bahtlı günlerden biri. Çünkü ordunlu koyulan maksatını ameliyata başlayıp
Bunun neticesini görüp durdular. Hem Allah'a rahmet, hem Allah'a teşekkür edip misafirler. 1966 yılı Özbekistan Türkiye Radyo İşletmeler Komitesi dışında Uygur Ansamblı teşkil kılındı. Yürekteki yardım alasan, buğdur gibi ağlamsan makam, rastın nala, nalansan makam. Hiçbir tüyge teynap olmaydı, dertsiz seni tüylap olmaydı. Ya şunçalik teynap olmaydı, bağrım yapıp tüyleyman makam, sevdek akıl tinleyman makam. Mazilerden sözleysen mudam, faktörlerini izleysen mudam, yükseklerini közleysen mudam, dünya, seyya, vabarım makam, hazan bilmez baharım makam. Sonra sözge olayından sanatkarlar her biri bizim yüreklerimizden joy qilgan. Bizni tuyg'ularimizni, tug'yonlarimizni ohanglarda aks ettirgan. Bejiz aytmagan qahramon shoirimiz Abdulla Orif munojot haqida she'rida eshilib to'lg'anib ingranadi kuy, eshilib to'lg'anib ingranadi kuy, asrlar g'amini kuylar munojot. Shu she'rda aytadiki, kuy shunday bo'lsa, g'amning o'ziga qanday chiday olgan ekan odamning zot deydi. Qarang, ana shu musiqa bizning tariximizni chekkan azob uqubatimizni, buyuk tariximiz va buyuk kelajagimiz haqidagi orzu umidlarimizni o'zida mujassam etgan. Shuning uchun ham bu haqida asarlar, g'azallar bitilgan va hammamiz o'shani butun vujudimiz bilan Mo'g'ul san'atida ham o'zini oliy aksini topgan. Uyg'ur maqomlarini sel bo'lib tinglaymiz. Uyg'ur maqomlari o'zbek maqomlariga ham o'zini juda katta ta'sirini o'tkazgan. Uyg'ur o'zbek maqomlari jo'r ovoz bo'lib, ulkan san'atkorlarimiz, atoqli san'atkorlarimiz tomonidan qayta va qayta ijro etib kelinadi uzoq yillardan beri. Uyg'urlarning san'atiga butun dunyo qoyil qolgan shu paytgacha men iftixor bilan eslayman o'sha sobiq ittifoq davrida ittifoqning poytaxti Moskvada dekadalar bo'lar edi. Ana shunday dekadalardan birida O'zbekistonga navbat kelgan san'atkorlarning chiqishlari orasida bizni o'zbek raqs san'atining qirolichasi, malikasi Mukarramaxonimga navbat beriladi. Mukarramaxonim uyg'urcha musiqaga, uyg'urcha raqs ijro etadilar. Menimcha san'at tarixida hech bo'lmagan voqea Mukarramaxonimni Kreml sahnasiga 7 marta ana shu raqs bilan taklif qilishadi. Xalq butun ittifoqdan bo'lgan turli millat vakillari o'rnidan turib qarsak chaladi, sahnadan chiqib ketishiga yo'l bermaydi. Buni butun dunyo ko'rgan. Bu nafaqat Mukarramaxonimning mahorati, balki shu Uyg'ur san'atining jozibasi deb bilaman. Ajoyib bir fayzli tadbir ishtirokchilari, meni qondoshlarim, qarindoshlarim, sizlarni ko'rganimdan behaqiqiy xursandman. Azizlar, bugun bayram desak arziydi. Hamdiki o'sha bog'liq O'zbekistondagi bog'liq san'atlar shu joylashgandagi shu kitobni o'qigan adam tushunib bermasa, tushunib bermaydi. Kitob qonuni bu yozuvchi shoir va olimizga jon minnatdorchiligini bildiramiz. Umrlari ilohim uzun bo'lsin.
Yani bu kitaplar ahir olmuş, bunun iki yani 5-6 kitaplarına yazılmalıdayız. Şu bir Türk Mısırlık yavrulu Tatarlık. Hoş geldik. Ornağımız vicdanı şehri, muharrem canı şehri, Tanrı'daki kanı şehri, Tanrı'sız hoş geldik. Bir uçakta ot yaptır gel, bir yerinde mal baktır gel, toy haşamını at yaptır gel, rızkı yıllar hoş geldik. Bir kartı gel, mal yaptır gel, zararlarları kaptır gel, divar işi kaptır gel, hoş geldik, hoş geldik. O'zbeklik o'z babam etgan, ulkan taqdimot etgan, bir qozonni osh damlatgan, tug'ishganlik, suvni daryolash etgan, elimni o'zqardosh etgan, turkmanga naqdalash etgan, qofiyatli tug'ishganlik, qadotlarga qo'y so'ydirgan, uyg'urlarga qo'y so'ydirgan, o'tovchiga bosh qo'ydirgan, tug'ishganlik, daryoni daryoga qo'shgan, qadolarni sirin ochgan, bir oilalik uyushgan, tug'ishganlik. Hududliklar, musiqashunoslar, artistlar, xonandalar, shoirlar, o'quvchilar, tarjimonlar,